Mol qochirish xizmati bor. Assalomu alaykum qadrdonlar. Xudo xolasa tamojiga yetib kelib, mana sekin yuklarimizni tushiryapmiz. O'sha bitta mashinamiz bo'sh edi, deyapti. Tamojnidan o'tish jarayonlaridamiz. Sekin xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Nima qilyapsiz aka? Keling. Bedapress yechyapman, aka olasizmi? Bedapress sotasizmi? Ha, akkumulyatorlar bor bizda eski tuski. Siz preslar bor aka. Mol qochirish xizmati bor. Bedapress toshiysizmi siz yo pochta toshiysizmi aka Moskvadan? Endi hozir bedapress modada-yu aka. Kommentariyada bedapress o'yadi, somon yuklab olmabsiz-da, bir to'rtta bedapressdan. Bagajda bor. Bormi bedapressingiz? Ha, yaxshi. Qadrdonlar, xudo xolasa xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Inshaalloh O'zbekistonga yetib kelib oldik. Yuklar tushirish jarayonidamiz.